Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shodiyaxon Abbasxonova Faberlik kompaniyasidagi Serебряный direktor. Sizlarga hozir yangi ish boshlamoqchi bo'lganlarga qanday mahsulotni xarid qilishni o'rgataman. Agar siz endi savdo qilishni boshlayotgan bo'lsangiz, siz bilmasligingiz mumkin nima qanday qilinishini. Mana sizlarga podskaska. Birinchi o'rinda men shampun olgan bo'lardim. Потому что shampun doim zo'r ketadi. Shampunni har xildan qilib olgan bo'lar edim. Hozirgacha ko'p olaman shularni doim. Zakazlarimda ko'rsalang kerak. Aloe yog'li sochga to'g'ri keladi. Oziqlantiruvchi, asallik 26900 dan katalogda chiqibdi, keyin katalogda 29900 dan chiqadi. Tak, mana bu shampun 30000 so'mdan, mana bu shampun 53000 so'mdan. Nimaga 4 xil oldim? Chunki har xil cho'ntak bor, har xil did bor, har xil soch bor. Shuning uchun har xil qilib turib 4 ta oldim. 4 ta odamga, 4 ta oilaga sotilib ketadi, tez sotilib ketadi-da. Поэтому oson ketadigan narsalar bular. Keyin обязательно bitta gelya dusha, chunki gelya dusha o'zi ham 500 gram, juda ham quyuq. Machalkangizga 2 tomchi qilasiz. Bunday shiqillatsangiz, ko'pirsa, o'shani ko'pigiga butun badaningiz boshdan oyoqqacha yuvib chiqsangiz bo'ladi. Chayasiz, teringizni quritmaydi. Uzoq vaqtga yetadi. Sovundan ko'ra gelya dushalarning chidami ko'proq, sizga nabort foydaliroq bo'ladi. Keyin обязательно sotuvga nima olaman? Bunaqa holatda duxovka qozonlarni tozalaydigan mahsulotlar 40 mingdan sotiladi, qizlar. Duxovka, qozon bo'ladimi, grill bo'ladimi, nima yog'li bo'lsa, hamma yog'larni eritib, yuvib tozalab beradi. Har bir oilaga kerak narsa. Juda ko'p tanishlaringiz bilsa ham kerak o'sha bu narsani. Обязательно hamma uyda ishlatadigan освежитель olgan bo'lardim. Mana bunaqasidan. Bu 25900 turadi, 22900 dan ham chiqadi. Siz qaraysiz, arzon vaqtida. Men ham shunaqa arzon vaqtida, даже hozirgi klientlarimga shunaqa yig'aman zakazlarni. Olasiz освежитель, uyni musaffolovtiruvchi, uyingizda allergetiklar bo'lsa, chang ko'tarilmasligi uchun toza suvga qilingan, suv va efir yog'lari bilan birga qilingan, sizni sog'lig'ingizni, salomatligingizni, uydagilarni saqlash uchun. Chunki har xil spreylar anaqa agar sostavi toza bo'lmasa, sizni oilangizda keyinchalik kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin. Buni ko'plar bilmaydi, e'tibor bermaydi. Lekin siz mana shuni aytib bersangiz, savdoingiz zo'r bo'ladi. Bu освежителni qayta oladi. Men yaxshi ko'rgan joyim, uyga mehmon keladi-yu, kelishdan oldin shaq sepaman, uyda qanaqadir hid bo'lgan bo'lsa, ovqat qilgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsam, hamma hidlar yo'qolib qoladi-da, qizlar. Ko'pincha освежителlar, mana bunaqa havoni musaffolovchi spreylar bozornikilar hid, o'sha ovqatingiz hidi bilan aralashib hidni yo'q qilmaydi-da. Uyni hidini yo'q qilmaydi-da, mana bular yo'q qilib bera oladi-da hidni. Даже ko'plar tualet xonasiga qo'yib qo'yadi, chik-chik. Anozda nima deydi, unitazning yoniga qo'yib qo'yadi, ras sepadi, havo toza turadi, ana tualet xonalarida ham. Uyda ham endi buni turli hidlari bor, o'shani moslaysiz. 25000 so'mga, qizlar 30000 so'mga buni olish shikarna. Keyin albatta dezodorant sotuvga olaman. Chunki dezodorant hamma ishlatadi, ishlatishi shart va sifatli dezodorant hammaga kerak. Sifatli dezodorant ishlatmasangiz uyat bo'ladi. Chunki terlashingiz bor, hidlanishingiz bor. Aynan hammaga yaxshi dezodorant kerak. Bitta sprey variantini olgan bo'lardim. Mana bu Ideo seriyasidan 32900 dan 36900 dan 40 mingdan sotsangiz ham hamma xarid qila oladigan. Keyin обязательно mana bu sharikvoy dezodorantlardan yoki bundan yoki mana shu Ideo'ni sharikvoy dezodorantlarini sotgan bo'laman, потому что bular juda ham kuchli. Toza teriga cho'milib chiqqan ekan, qurigan ekan, qo'ltiqlarga 1-2 marta surtasiz, polni singib ketadi. 2 minutda polni singib qurib qoladi. 2 marta surtasiz, undan ko'p surtmang, chunki shalpillab ortiqchasi bo'lishi mumkin emas dezodorantda. Keyin zo'r ishlab beradi, kunni bilan himoya qiladi. Mana bunisi 2-3 kunlab himoya qiladi. Buni bemalol 50 mingdan sotsangiz bo'ladi. Drylar ishlatadiganlar, o'shanga o'taman deb o'ylaganlarga mana shuni bering. Terlashni kamaytiradi, hidlanishni yo'q qilishga yordam beradi. Shu karni men sevaman bu dezodorantni. Любой odamga oson taklif qila olaman. Siz ham xuddi shunday qilib taklif qila olasizda. Olgan odam sizdan qaytadan yana so'raydi tugagandan keyin. Keyin men bunaqa suyuq sovun sotgan bo'lardim. Qattiq sovun emas, nima uchun aynan suyuq sovunligini aytaman. Bu suyuq sovun, qizlar, 26 ming, 27 ming, ba'zida 30 minggacha turadi.
nimaga arziydi? Qattiq sovundan 2-3 barobar ko'pga yetadi. Agar siz qishloqda yashasangiz, molga qarasangiz yoki qo'llar hidlanishi bor molga qaragandan keyin, suv yegandan keyin hovlida yugur qilganlar juda ham yaxshi biladi. Bundan bir tomchi chiqarasiz, qo'lingizni yaxshilab yuvib turib, chayib tashlasangiz, qo'lingizda любой hidlar, molxonaga kirganmisiz, boshqa narsa qilganmisiz, hamma hidlarni o'ldiradi. Qo'lingizdan приятный hid kelib turadi. Hech kim sizni nima balo buni hidi deb aytmaydi. Поэтому shaharda yashaganlar ham, qishloqda yashaganlar ham mana shuni sevib oladi. Har safar birovning uyiga borsam, kimnidir qo'lida shirin hid kelsam, mana Faberlikni anaqa sovunlari ekanligini tushunaman. Shikarniyda ta'rifga til ojiz. Keyin albatta dezodorant olaman. Kechirasizlar. Tish pasta olaman, chunki tish pasta har bitta oilada ishlatiladi va Faberlikda hamyonbop. 25 ming so'mda mana bunaqa Живица Kedra sotiladi. Tish pastasi Живица Kedra katta format, bu kichkina formatda 20 mingdan sotiladi. Super qizlar. Bu oqartiruvchi, buni har xil bor. Mana milklarni davolaydi, tishlarni davolaydi. Mana bu og'izda приятный, свежий o'rbi chaynaganday turadi. Shunaqangi o'rbi chaynashni yaxshi ko'radigan erkaklar mana shuni so'raydi. Qimmatini milklarni davolovchini bersam ham aytadi, siz mana bu ekstra свежестьni bering deydi, og'izni muzlatadigandan deydi. Oqartiradigani bor buni. Hamma hamyonbop, har bir qishloqda yashaydigan oila ham ola oladigan narxlarda, ham sifat. Обязательно qo'l krem olgan bo'lardim. Olaman qizlar. Qo'l kremni qarang, 15.900 ligi bor, 18.000 ligi bor. 20 mingdan, bu ham 20 mingdan sotiladi. Men sizlarga ichki narxni aytmayapman, men katalog narxini aytyapman. Qo'l kremlar qishloqda yashaysizmi, shaharda yashaysizmi, обязательно ayol kishida kerak. Va yaxshi qo'l krem kerak. Yaralarni bitiradigan, qo'l quruq turmaydigan, aynan namlangan, oziqlangan, yumshoqqina bo'lsa, ayol kishining qo'li bolalari ham uni silasa yoqadi, eriga ham yoqadi. Xotinning qo'llari chiroyli deb turib. Poytimi qo'l krem siz qayerda yashamang, hozirgi kunda ajralmas qism bo'lib qolgan. Albatta bitta tahorat qiladigan intim gel olgan bo'lar edim. Ham ayollarga, ham erkaklarga to'g'ri keladi. Обязательно bunaqa narsa kerak. Har xil shamollashlar, infeksiyalarga qarshi ayol kishilarga kerak narsa. Даже qizlarga ham 14-16 yoshdan bersa bo'ladi. Чтоб kasalliklar paydo bo'lmasligi uchun. Конечно, aloe bitta qimmat bo'lmagan universalniy yuz uchun aloe krem bergan bo'lardim. Buni radiolasi ham bor, o'shani bergan bo'lardim. Chunki mana bu kremlar qimmat emas, 30 ming so'mdan 35-40 dan sotaverasiz. Uzoq vaqtga yetadi, rosa ham barakal. Har kuni ishlatgan taqdirda 2,5-3 oyga yetadi. Chunki men bir oy har kuni ishlatgan taqdirimda ham yarmi ham ketmadi qizlar. 3dan 1 qismi ketdi. Har kuni ertalab kechqurun ishlatgan kunim. Barakali aloe namlantirib beradi, yuzini yaxshi ushlab beradi, butun oilaga to'g'ri keladi. Mana shu narsa qarang, mana shu hammasi 400 ming bo'ldi. Buni sotsangiz kamida 550 ming so'mga sotiladi. Kamida qizlar va bitta oila o'sha betdan sizdan bitta shampun olsa, dugonangiz, opachangiz boshqa bitta shampun olsa, bitta tish pastasi olsa, har kuni ishlatadigan, bitta kimgadir dezodorant kerak bo'ladi, bitta sovun olsa, bittasi duxovkani yuvadiganini olsa bo'ldi qizlar, sizlar o'sha tovaringizni yarmi sotilib ketdi. Buni yana bir nechtasiga berasiz, bo'ldi, tugadi hisob. Поэтому Faberlikda ishlash oson qizlar, sizlar o'ylamanglar, qimmat narsa sotilishi qiyin deb. Hammasi oiladagi kerak bo'lgan mahsulotlar bo'lgani uchun va sifati yuqori bo'lgani uchun Faberlik mahsulotlari zo'r sotiladi. Agar siz Faberlikda ish boshlamoqchi bo'lib turgan ayol, qiz bo'lsangiz, menga aloqaga chiqib, Faberlikdan ro'yxatdan o'tib, mana shu mahsulotlarni faqat bu emas, qolgan assortiment katta mahsulotlarni sklad narxida olib turib, katalog narxi va undan qimmatroq sotib foyda qilishingiz mumkin. Va yana bitta narsa qizlar, siz bundan tashqari shunaqa foyda qilmoqchi bo'lgan odamlarni ro'yxatdan o'tkazib turib, ularga ish o'rgatsangiz ham, kompaniya sizga umumiy qilingan hajmdan pul to'laydi. Mana shuni ham bilinglar. A'zo bo'lmoqchi bo'lganlar menga yozib turib, ro'yxatdan o'tib, menga o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, sizlarga ochiqman. Telefon raqamimni sizlarga qoldiryapman.